Bu bizning ingliz tili ustozimiz Mohinur Ozodova. Jahon School'dagi barcha o'qituvchilarimizni yaxshi ko'ramiz. Lekin bugun sizga ustozimiz Mohinur Ozodovaning bir kuni qanday o'tishini aytib bermoqchiman. Bugun chorshanba. Ustozimiz 1-soatda 8-sinf o'quvchilariga dars beradilar. Darsdan avval esa print room xonasida darsga kerakli materiallarni tayyorlab oladilar. Ustozimiz 2 va 3-soatlarda esa 9-sinf o'quvchilariga dars o'tadilar. Darslar Cambridge o'quv markazi metodikasi asosida o'tiladi va qo'shimcha tarqatma materiallardan foydalanadi. Dars davomida guruh ishi va mavzuga qarab mashqlar bajaramiz. Ustozimiz 4-soatdan keyin Jahon School maktabimizning barchaga sevimli bo'lgan joyi mazali oshxonamizda tushlik qilib oladilar. 6-soat boshlanguncha ustozimiz o'qituvchilar xonasida hamkasblari bilan fikr almashib va o'z sohalari bo'yicha muhokamalar o'tkazadilar. Mana nihoyat ustozimizning bir ish kuni ham tugadi. Ustozimiz doim nimadir o'qib o'rganishga harakat qilish, o'rganganda ham sistematik, muntazam va aniq plan asosida o'rganish kerak deydilar. Jahon School'da mana bir kuni mana shunday o'tadi. Bu yerda ustozlar uchun yaratilgan imkoniyatlar, sharoitlar bizlarni kun davomida sifatli ta'lim berishimiz uchun yordam beradi. Men bu yerda ustozlarni kasbiy o'sib rivojlanish uchun yaratilgan imkoniyatlardan juda ham mamnunman. Jahon School. Salohiyatni kashf etamiz.